Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 60-maktab. Ilg'or mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Shomirzayev Uchqun bo'laman. Men mana shu 60-maktab direktoriman Rahmon Muhsinjon Turdalovich. Budjetda 2023-yil sentyabr oyida 4,5 ming ovoz bilan g'olib deb topildik. Loyiha qiymati qancha edi? Qiymatimiz 1,320 million loyiha qiymati yutib olganmiz. Lekin hokimimiz yana 476 million hokim mahalliy byudjetini pul ajratdi. Pullaringiz bor. 1,702 million pulimiz bor. Yangidan qurishmi? Yangi o'quv binosi 23-yil sentyabr oyida, 1-mavsum. Kutubxona yo'q. Kitoblar men o'zim uyga olib borib, uyga olib kelib chang bosmasin deb ustini yopib qo'yganmiz. Kutubxona shumi? Mana chang bosmasligi uchun, mana uyda sharoitim sig'maganligi uchun mana shunaqa qilib olib qo'yganmiz. Kutubxona juda zarur. 2 yil bo'ldi maktabda yutib olganimizga. Lekin har kuni umid bilan kutamiz, hali unday, hali bunday degan gaplar, lekin mana sentyabr kelyapti. Maktab qurilishidan daragi yo'q. Guylan bo'lmasligi aniq, mana sentyabrga ham hech qancha vaqt qolmadi. Bu maktab bo'yicha kuyunyapti. Birinchi mavsumda biz maktabni yutganmiz 1,360 million so'mlik. Ikkinchi mavsumda 1,200 million so'mlik sport zallarni Bizga endi hech kim ishonmayapti. hozir Marta uchinchiga ham aldandik. O'rpin budjetda yutdik. Yutgan kunimizni quvonchi cheksiz edi. Mana endi 2 yildan beri hozir shunday tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushdi. Prezidentimizning tashabbusini ham hech kim inobatga olmayapti. Hech narsa o'zgarmayapti. Biz qayerga murojaat qilishimiz kerak? xalq endi ishonmayapti bizga. Bizdan iltimos, hurmatli prezidentimizga bizning murojaatimizni yetkazib qo'ying. Biz birovda haqqini so'rayotganimiz yo'q. O'zimiz haloli peshonamiz bilan yutib olgan, mehnatimiz bilan yutib olgan o'pin budjetdagi haqqimizni so'rayapmiz. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, hurmatli nuroniy otaxonlar, aziz onaxonlar. Ochiq tashabbus loyihasida qatnashib 60-umumiy o'rta ta'lim maktabi mana shunday qo'shimcha binolar loyihasida yutib, mana o'zlaringiz samarasini ko'rib turibsizlar. Shunday chiroyli binolar qurildi. Shu binolarimizni ochilish marosimida bizni xursandchiligimizga sherik bo'lganlar uchun hammalariga kattadan katta rahmat.